Keldingmi? Tur, birinchi xonaga kir, gaplashib qo'yganman. Hozirchami? Bo'ldi, hop. Mango, chiroyli ekansiz. Ismingiz-mi? Yomon chiroyli ekansiz. Nechinchisiz? Boshim turishimga xalaqit qilyapsiz. Voy. Anchadan beri ishdaysizmi o'zi? Ko'zlaringiz qarang chiroyli. Keldingmi o'rtoq? Yaxshimi? Ha, keldim o'rtoq. Davlinasini o'lchadingizmi? Ha, o'lchadim. Keting o'rtoq, xonamda gaplashamiz. Hali ko'p kelib turaman. O'rtoq, yaxshimisan o'zing? Rahmat. Bolalaring yaxshimi? Xudoga shukr. Kelin yaxshi yuribdimi? Rahmat. O'zing qanaqasan? Yaxshi yuribmiz, ko'rib turganingiz shu. Kelin adashmasam meditsinada o'qiganmidi? Ha, meditsinada o'qigan edi. Ha, bir olib kelsang bo'lar ekan, ishga olardik. Sho'tkami? Ha, nima qilibdi? Shuncha erkanchiga. Shuncha erkaknikiga? Olib kelsang olib kelsan bir. Ha, xizmat qilsin bir. Bu erkaklar ko'rsin ayolingni ham. Ha, yoqtirib qolsa, ozgina sal unga ham shilqimlik qilsin. Nima do'stsan sen? Nima aytishyaptimi? Kelganingdan beri begona ayoldan ko'zingni uzmaysan. Nima? Sening nazaringda bu ayol ishga erizlash uchun keladimi? Bu ham sening ayolingga o'xshagan kimnidir ayoli. Maraz. Bu ayol oilali. Bitta siltab qo'ying. Ki qaytib birovni ayoliga go'lay masachi. Uzr qo'pol o'sam aytib, g'ari ko'z deydi shunaqalarni. Birovni ayoliga qarayotganda o'zimizga tegishli ayollarni xulosa qiling.